Agarda sizda bitta pochka pulingiz bo'lsa, pulga ham sotib olmaydigan mashinani ko'rsataman. Zaz mashinasi akalar. Prosta hech qanaqa shart yo'q. Obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi avtografga. Do'stim, qancha umr ketdi bunga? Aka, pashti yarim yil vaqtim ketdi. Lekin va'da bergan edim, podpischilarimdan bittasiga shu mashinani topshiraman, yig'ib turib deb. Lekin yig'dim aka, gapim ustida turdim. Zo'r. Qarang, yutib olish uchun nima qilish kerak buni? Hech qanaqa sharti yo'q. Prosta podpischilarning ichidan aniqlaymiz, 5 ta ishtirokchini aniqlab olib, bittasiga shu mashinani topshiramiz. Chunki podpischilar ko'p-da hozir. Agar bittasiga bera oladigan bo'lsam, qolganlar xafa bo'lib qolishligi mumkin aka. Akalar, birinchi ishtirokchini mana shu postda aniqlaymiz. 4 ta 5 ta o'rtog'ingizni belgilab tashlang. Siz yuta olmagan bo'lsangiz, o'rtog'ingiz yutishi mumkin. Siz sababchi bo'lib qolasiz. Mana salonni bitta ko'ringlar. Mana qaranglar. Voy. Gilamlari qizil, sidinalari, rullari, polniy mashina full bo'lgan, hech qanaqa ish yo'q. Diskalari, dumolog'i ham taqilgan, ko'ryapsizmi? Aka, mana bu eshikni ko'rsatdingiz-ku? Ha. Mana shu eshik Rolls-Royce mana shu mashinadan o'g'irlagan aka. O'g'rilay. Xullas akalar, mashinani yurishini, turishini bitta ko'ramiz. Agar siz yutib olsangiz, bitta shunaqa mashina faqat sizda bo'ladi.